Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, obunachilarimiz. Biz hozir mana Toshkent viloyatida yangi qurilish obyektini elektr montajlarini qabul qilib olganmiz. Bu yerda asosiysi xonalar juda ham katta. Qilib beradigan ishlarimiz devorlarni shtrabit qilgan holatda kabellarni tashlab, podrezitlarni o'rnatib, xonalarni yoqib berishni xizmatini qabul qilib olganmiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, inshaalloh videolarimizda obzorni qilib beramiz. Bu yerda asosiysi mana lesensamizda har bir pog'onalarni sensorli LED lampalar bilan boyitib berganmiz. Xudo xohlasa shunaqa ko'rinishda bitadi, bitgan holati. Kirgandagi birinchi xonamiz, oshxonamiz, ya'ni kuxnya, ayollarimizning sevimli xonalaridan bittasi. Bu yerda выключательlarimizni reversni qilib berganmiz, bu yoqdan va bu yoqdan yoqishligi uchun. Bu yoqda kuxnya mebelimiz bo'ladi. Kuxnya mebelini aniq razmerlari borishligi uchun rozetkalarni joy-joyiga chiqarib berganmiz. Холодильник, рабочий stol uchun, mikrovolnovka, moyka, рабочий stol uchun va duxovka gaz plitalarimiz uchun. Kattalarimiz uchun spalnyamizda выключательini reversni qilib berganmiz. Yotoq mebelini yonidan o'chirib yoqishli imkoniyatini yaratib berganmiz. Bu yerda spalnya mebelimiz bo'ladi. Mebellarimizni yoniga nashnoy qurallar bilan ta'minlaganmiz. Xudo xohlasa shunaqa ko'rinishda bitadi, bitgan holati. Bu yoshlarimiz uchun bo'lgan spalnyamiz ichida o'zini sanuzel bilan sanuzelga ega. Spalnyamizda ham выключательini yotoq mebelini oldidan reversni qilib berganmiz. Bu yerda ham nashnoy qurallar bilan ta'minlangan televizor. Asosiy e'tibor beradiganlarimiz kabellarimizni tadirishi. Har bir kabellarimizni gofralar bilan izolyatsiya qilib chiqqanmiz.